Hurmatli mijozlar, baliqchilik, ko'lchilik sohasidagi usta akamiz oldiga keldik va bugun biz sizlar bilan poplawok nasoslarimiz haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum usta aka. Mana sizni ish joyingizga ham kelib oldik. Ozgina bafurcha siz bilan dildan suhbat qilamiz aka. Sir bo'lmasa usta aka, nima ish bilan shug'ullanasiz? Aksariyat shu ko'lchiliklar bilan shug'ullanamiz. Baliq boqishda. Mashg'ul siz kim hozir? Ha, mana shu bu ko'l, ya'ni ikkita ko'l. Bizga qarashlar. Umumiy 3 ta ko'l, hammasida baliq boqiladi. 3 ta ko'l, umumiy hammasida baliq boqamiz. Baliqlar aksariyat shu mart 20laridan boshlab aprel. Hozir 9-mart, lekin jicha bor ekanda sezonga. Bor, lichinka tashaladimi? Lichinka tashlaymiz. 20-larda, martda. Hozir havo sovuqlik sababli tashalganimiz yo'q. Havolar isib ketsa tashlaymiz baliqlarni. Demak, ob-havo ham bu baliqchilik sohasida muhim rol o'ynaydi. Agar sal vaqtliroq tashab qo'yilsa, lichinkalar nobud bo'lib qoladimi? Albatta, havoga bog'liq birinchi o'rinda. Hozir salqin bo'lib qolsa, salqin nimada tashlasangiz, baliqlar shabadalab qoladi. Suv sovuq. Ular shabadalaydi, keyin o'lib qolishi mumkin baliqlar. Tushunarli. Demak, ob-havo ham shu sohada ob-havoga bog'liq rol o'ynaydi. Aksariyati. Yana bir bu sohada muhim rol o'ynaydigan faktorlardan biri bu suv va suvni qanaqangi yetkazib berishi. Bunda albatta bizga nasos yordam beradi. Shu joyda savol berishim kerak, qanaqangi firma nasosini ishlatasiz? Aksariyat suvga nasos ishlatishimiz EPA ishlatiladi. Buni bilardik. EPAlarimiz EPAga yetmaydi. EPAlar yaxshi nasos. Kam tokka ham ishlaydi. Shu tokka aksariyat tokka bog'liq. Shu haqida batafsilroq ma'lumot bersangiz, tok chunki muhim narsa. Tokka ham ishlaydi. Uzoq masofalarda EPA nasos tok kam bo'lsa ozroq suv chiqaradi. Kam bo'lsa ozroq chiqaradi. Tok iloji boricha 220 dan kam bo'lmaslik kerak. Kam bo'lsa ham ishlayveradi, holatiga qarab suv chiqaraveradi. Endi balandliklarga kelsak, 15-20 metr balandlikka chiqaraveradi. Sizni holatingizda-chi hozir siz o'rnatgan, siz hozir ko'rdik nasos tashladingiz EPAni. Necha metrdan necha metr masofaga tashlab beryapti hozir va necha litr tashlab beryapti? Tok yaxshi holatida. Yaxshi holatida balandligi 15 где-то 15 25 metr uzoqlikqa 20 metr 25 metr uzoqlikqa chiqarib beryapti. Hozir ko'rgan joyimiz 20 metr 25 metr bor. Bor. Balandligi 15 metr bor. Chiqadi. Suv chiqarishi yaxshi. Qancha yaxshi chiqaryapti suv. Ko'ngildagidek suv chiqaryapti. O'sha aytgan, o'sha EPAni aytgan nimasini chiqaraydigan o'sha necha kuba sekundiga masalan xarakteristikasiga javob beradi. Chiqarayotgan nimani, albatta yozgan narsani albatta chiqarib beryapti. Sizni qoniqtiryapti demak ishlar. Yaxshi. Chiqarishlari zo'r. Tushunarli. Ko'ngildagidek 5-6 yildan beri shu EPA bilan shug'ullanamiz. EPAni tanlaganingizga 5-6 yil bo'lib qoldi. Bu juda yaxshi. Yana mana shunaqangi sizni sohangizdagi hamkasblaringizga nima deb qolgan bo'larsiz va qanaqangi maslahatlar berasiz? Oxirgi savolimiz edi bu. Hamkasblarimga kelsak, albatta EPA ishlatsa yaxshi. EPA yaxshi nasos. Kamroq kuyadi. Uzoq masofalarga ham yaxshi chiqaradi, ko'ngildagidek. Men shuni tavsiya qilib qolardim, hamkasblarimga EPA ishlatsa yaxshi. Ushbu nasoslarimizni asosan mana bunday baliqchilik, ko'lchilik, bog'dorchilik, fermerchilik, dehqonchilik yoki bo'lmasam suvni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish kerak bo'lgan joylarda asosan foydalaniladi.
e'tibor bergan bo'lsalaring kerak. Shuningdek, ushbu nasosimiz umuman suvni qanaqaligini tanlamaydi. Toza suvmi, shaffof suvmi, kir suvmi, loyqa suvmi umuman farqi yo'q. Любой joyga tashlang, любой joyda ishingizni bitirib beradi. Nasosimizni tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, korpus qismi alyumin, suv tortadigan qismi hamda eng tag suv kiradigan qismi chugundan bo'ladi. Krilchatkalari tekstolit va alyumin hamda chugun variantlari bor. Obmotkamiz mis va shuningdek simimizning uzunligi 8 metr atrofida bo'ladi. Shuningdek, hurmatli mijozlar, ushbu nasosimizni soy, ko'l, anhor va mana shunaqangi joylarga tashlaganingizda e'tibor bering. Ushbu nasosni suv tagidan bir 10 sm ko'tarib qo'yib o'rnatgan tavsiya beriladi. Agar ko'tarib qo'ymasdan polniy suv tubigacha tekkizdirib qo'yadigan bo'lsangiz, suv tubidagi mayda toshlar va mana shunga o'xshagan mayda zarrachalar suvni ushbu joyidan, nasosning ushbu joyidan kirib, krilchatkasiga tiqilib qolishi mumkin. Krilchatkasi tiqilsa esa nasos kuyadi yoki hech bo'lmasa nasos kuymaydigan bo'lsa ham, agar ushbu joylar to'lib qoladigan bo'lsa, nasosni effektivligi, ya'ni suv chiqarish hajmi pasayib ketishi mumkin. Shuning uchun doim mana shunday joylarga nasosni o'rnatganimizda suv tubidan ozgina nasosni mana shunday qilib o'rnatgan tavsiya beriladi. Ba'zi bir mijozlarimiz ushbu nasoslarimizni qiya holatda, ya'ni mana bunday yotqizib qo'yib ishlatishadi. Agar bu holatda ishlatilsa, nasos ichki konstruksiyalari, podshipniklari muddatdan oldin ketib qoladi, o'qi esa qiyshayib qolishi mumkin. Shuning uchun ushbu nasoslarimizni doimo tikka holatda, ya'ni xuddi mana shunday vertikal holatda o'rnatib ishlatgan tavsiya beriladi. Yana e'tiborli jihat shundaki, ba'zi bir mijozlarimiz, aksariyat mijozlarimiz nasosimizning poplovik qismini mana bunday tepaga qilib bog'lab qo'yishadi yoki osib qo'yishadi. Doimo tepada turish uchun. Agar doimo tepada tursa, nasos doimo yoniq turadi. Bunday qilishni ham maslahat bermaymiz, chunki bu poplovik bekorga qilinmagan. Mana bunday holatda turganda nasos ishlaydi va 90 gradusga tushganda, ya'ni mana shunday holatga tushganda nasos o'zini o'zi o'chiradi. Agar siz mana bunday qilib bog'lab qo'ysangiz, agar mabodo qandaydir ma'lum bir sabablar bilan o'rnatilgan joyda suv qolmaydigan bo'lsa, nasos suvsiz ishlab qolishi mumkin va kuyib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zini holatda turgani yaxshi. Bu bekorga qilinmagan. Shuningdek, hurmatli mijozlar, yuqorida boshida texnik xususiyatlarini aytib turganimda aytganman. Izolyatsiya darajasi klass B, ya'ni bu degani juda ham germetichni va yaxshi izolyatsiya qilingan ushbu nasoslarimiz. Bu izolyatsiya nimaga ta'sir qiladi? Agar ushbu nasosni baliqchilik yoki mana shunga o'xshagan joylarga tashlaydigan bo'lsangiz, nasos suvga tok o'tkazdirib, u yerdagi ishlayib turgan odamlarga shikast yetkazmaydi yoki u yerdagi jonzotlarga, baliqlarga nobud qildirib qo'ymaydi ushbu nasosimiz. Bu qanchalik to'g'ri ma'lumot bilmayman, lekin men shuni sizlarga aytgim keldi. Chunki izolyatsiyasi yaxshi-da. Короче, baliqchilik sohasida bemalol tashaverasizlar, baliqlarni nobud qilib qo'ymaydi. Buni fermer akamiz ham yuqorida aytishdi. Mana hurmatli mijozlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning Buvayda tumani Mehnatobod aholi punktiga uyushtirgan safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu aholi punktida asosan baliqchilik bilan shug'ullanib daromadlarni shu soha orqali topisharkan. Bilasizlar, baliqchilik sohasida suv asosiy faktor bo'ladi. Suvni esa nasoslar keltirib chiqarib beradi. Nasoslar esa bizda sotuvda bor va ko'rdilaring, bizni glubinniy va poplovik nasoslarimiz bu joyda anchagina mashhur ekan desak mubolag'a bo'lmaydi. Va bahonada biz baliqchilik sohasi bilan yaqindan tanishdik va bizning poplovik va glubinniy nasoslarimiz ishlash jarayonini o'z ko'zimiz bilan real ko'rib, o'sha yerda obzor olishga muvaffaq bo'ldik. Bugungi kunimiz mazmunli o'tdi desak adashmaymiz. Hurmatli mijozlar, agar
ushbu videomiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz o'z maqsadimizga yetgan bo'lamiz va ushbu videoni baliqchilik, ko'lchilik va fermer sohasi bilan shug'ullanadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va bizga esa bizning rivojimizga hissa qo'shishingiz uchun ushbu videoga like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Biz esa bosdik.